Barcha sport ishqibozlariga salom. Sizlar bilan Asfaldo Logones. Bugun men sizlarga hech qanday toshlarsiz qo'llarni baquvvat qilish uchun 8 daqiqalik mashg'ulotni ko'rsataman. Kalistenikada tananing yuqori qismlari uchun mashqlarda qo'l mushaklari albatta qatnashadi. Baquvvat qo'llar esa bunday mashqlarni yanada osonlashtiradi. Bugungi mashg'ulotimizda 8 ta turli mashqlarni tanlab oldim. Ular asosan bilak, bitsep, trisep va yelkalarni rivojlantirishga mo'ljallangan. Jarayonda mushaklarni to'g'ri rivojlantirish va chidamlilik uchun har bir harakatni shoshmasdan, nazorat bilan bajarishga e'tibor bering. Sababi ularni to'g'ri ishlatish muhim. Har bir mashq 40 soniyadan bo'ladi va ular orasida tanaffuslar 20 soniyadan iborat. Mashqlarni soniga emas, vaqtga bajarish har qanday jismoniy holatdagi inson uchun samara olib keladi. Sababi garchi endi boshlovchi yoki ilg'or sportchi bo'lishingizdan qat'iy nazar, o'zingizga mos tezlikda bajarasiz. Xo'sh, birinchi mashq quyi plankdan yuqori plankka o'tish. Qo'llarni qizdirib olish uchun bu ajoyib mashq hisoblanadi. Qo'llarga bir xil nagruzka tushish uchun mashq yarmida ketma-ketlikni almashtirish kerak. Tayyor bo'lsangiz boshladik. Almashtiramiz. Switch. Besh. Xo'sh, birinchi mashq quyi plankdan yuqori plankka o'tish edi. Navbatdagi mashqqa o'tamiz. Trisep mushaklari uchun fransuzskiy jim. 40 soniya qo'llarda turish qiyinlik qilsa, tizzaga tayanishingiz mumkin. Qani bajarishni boshlaymiz. Toliqsangiz tizzalarni tushiring. Muhimi mashqni vaqt bo'yicha to'liq bajarish kerak. Yaxshi, mana fransuzskiy jimni yakunladik. Navbatdagi mashq planshda turib yelkalarga tegish. Effektni yanada oshirish uchun oldinga biroz egilishga harakat qiling. Shunda olti va o'rta delta muskullari ko'proq ishlay boshlaydi. Ketdik. Yaxshi, bajarib bo'ldik. Navbatdagi 40 soniyada burchak osti otjimani bajaramiz. Mashqlarda triseplarga ham nagruzka tushadi. O'zingizga mos balandlik tanlang. Shunda qiyinlik tug'dirsin, lekin shu bilan birga 40 soniya bajarish imkoni darajasida bo'lsin. Tayyormisiz? Boshladik. Xo'sh,
Mana shu bilan qo'llarni tashqariga itarish mashqlarini yakunladik. Endi qo'llarni o'zimizga tortish mashqlariga o'tamiz. Bu galgi 40 soniyada past turnikda ichkariga tortish. Mashq davomida tirsaklarni bir pog'onada ushlab turish muhim. Shunda bitsep muskuli ko'proq nagruzka oladi. Tayyor bo'lsangiz, boshlaymiz. Biroz yengillik yaratish uchun yuqoriroqqa chiqing. Ajoyib. Mana mashqni ham yakunladik. Keyingi mashqda ham mana shu turnikdan foydalanamiz. Mashq nomi Avstraliyalik kamonchi tortinishi. Bunda har bir qo'lga tana og'irligini navbat bilan o'tkazamiz. Pastroqdan ushlab tortinishda ko'proq bitsepslarga tana yuklamasi tushadi. Tayyor bo'lsangiz, 40 soniya boshlandi. Yaxshi, tamomladik. Oxirgi ikkita mashqlar uchun baland turnikdan foydalanamiz. Birinchisi 40 soniya davomida turnikda qo'llar holatini alishtirib osilib turish. Osilgan holda qo'llar turishini almashtirish bilaklarga super effektiv ta'sir beradi. Mashqni osonroq bo'lishi uchun avval tepaga biroz ko'tarilib, keyin qo'lni almashtiring. Juda soz, oxirgi mashqqa o'tamiz. Turnikda 90 gradusda osilib turish. Bunda qo'llarga qon borishini ko'paytiramiz va qolaversa umumiy mashg'ulotni yakunlash uchun super effektiv hisoblanadi. Sababi bitsep va bilaklarni rostmanasiga qiynaydi. 40 soniya, ketdik. Charchagan bo'lsangiz, biroz pasaysangiz bo'ladi. Muhimi shundaki, bitsepslarda maksimal darajada bosimni ushlab turish. Bor kuchingiz bilan qo'llarni qising. Yana biroz pasaysangiz bo'ladi. Tugatdik. Bugungi bajaradigan mashg'ulotlarimiz shulardan iborat edi. Boshlang'ich darajada bo'lib, men bilan baravar bajarib kelgan bo'lsangiz, bu ajoyib natija. Ko'proq shug'ullansangiz, qo'llardagi kuch ko'payib boraveradi va keyinchalik mashqlar sonini oshira olasiz. Xo'sh, bugungi mashqlarni tugatdik. Video sizga yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'ying va do'stlaringiz bilan ulashing. Fikr va mulohazalaringizni kommentlar bo'limiga kutib qolamiz.